Do'stlar, xudo xolasa bugun 8-may. O'sha mashhur Giant Red gilosimiz. Mana. Bandi uzun, kalibr yirik, o'zini changlatadigan gilosimiz. Sort nav o'zini oqlagan, xudo xolasa. Eksporti zo'r bo'lyapti. 80 ming, 90 minggacha xudo xolasa eksport bo'lyapti. Birinchi endi ochilganda 100 ming, 100 ming tepasida ham sotildi. Mana hosildorligini ko'ringlar. Juda ser hosil bo'lgan. Xudo xolasa bu sortlarni ishonchli ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Har xil payvandagida qora gilos, cherimuxa, maglyovka hamma yerda sharoitiga qarab xudo xolasa payvandagini tanlab beraveramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Quva tuman bo'ladi do'stlar. Shredder savxozida. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa noyabr oyidan ko'chatlarni sotuvga chiqadi.